Алдыңғы дәрісімізде GPG, PSD, BMP'ni сөзлеп болдық. Әмді біз GIF'ның қандақ орынғы ішілтідіғарлығыны көрейді. Біз ма өджетіні GIF қылып сақлап бақайлы. GIF алты сақылды ма? Ekranның üstüge saqıldım. Saqlagandan keyin men mani o'chirib etdim. Qo'sh chekib ma GIF'ni açsam, men süzük aleti saqlab birdi. Ko'rinishi süzük aleti saqlab birdi. Men buni GPG qilib saqlasam, aslida GIF hujjatni GPG qilib saqlag'ili olmaydi. Masalan, men GPG qilib saqlab baqay. Menga kelib GPG ni izlab topay desam, men GPG de yo'q ekan-ku? Yo'q. Chunki buningki kanalı bir xillam indeksli kanal deb birli kanal ishlatadi. Shuning uchun men buning kanalini mayerdan o'zgartdim. Ya'ni RGB aletdagi kanalga o'zgartdim. Kanalga o'zgartgandan yo'q, buni saqlayman. GPG aletda desam mayga chiqamdi-ki? GPG chiqadi. GPG aleti saqlab baqay bu rasmni. Saqlagandan keyin GPG'sini ichib baqay. Navbatda ichiqliqqa GIF Mava. GIF hücceti. Endi GPG qarsam, ana oqisi oq rangi to'lab ketdimi? To'lab ketdi. Demak, bu chiqarmoqchi bo'lgan unum emas demakchi. Uningdan boshqa GIF hüccetininki sig'imi boshqa tipdagi hüccetlarga qaraganda tuvan bo'ladi. GPG ning 100 KB bo'lsa, mana 33 KB ekan-ku. Mana shunga o'xshash tuvan bo'ladi. Sifat jihatdan biroz buziladi. Biroq bek cho'ng darajada bilinishkidek buzilmaydi. Buni odatda qanday yerda ishlatamiz deganda to'g'ri sohasida bek ko'p ishlatamiz. Mavo qaysi to'r bekatining orqa ko'rinishi desak, yechib ko'rib boqayli. Qarasak, Muxtar Ro'z to'g'rida mayada 3 o'lcham oltida bir narsa chiqaribdi-ku mana. Bir narsaning ustiga desep turgandek ekan-ku. Ma'nosi ashuningki orisi qistirılgan, ya'ni ma oq ko'rinishga tayyorlangan hujjat demakchi. Men açsam şu ekan-ku. Yani şunun ustiga shuni desitib qo'yganlar narsa.